Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda HTMLdagi jadval bilan ishlashni o'rganamiz. Bu darsda esa biz table, tr, td, th, border berish, jadvalni chiroyli qilishni hammasini oddiy tilda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib oddiy jadval qilamiz. Birinchi bo'lib table yozamiz va uni tablening ichidan border 1 qilamiz. Va tablening ichidan esa biz bitta tr ochamiz. Trning ichida th yozamiz. Thga ism va yosh qilamiz. Yosh. Va bu trni yopib turib yana bitta tr ochib, uni ichidan td qilamiz. Td va yana bitta td. Yoshini 16, ismini Ali qilamiz. Ali. Va bu trni ham yopib turib yana bir marta tr qilib, buni ham xuddi shunday qilamiz. Td td. Buning ismini esa Vali qilamiz, yoshini esa 17 qilamiz. Kelin mana shu kodni endi sizlarga to'g'ri tushuntirib beraman. Table bu jadval ochadi, tr esa yangi qator, th esa qalin sarlavhadir. Td esa bu oddiy kartochkalar. Brauzerda kelinglar, mana shuni laser qilib ko'ramiz. Laser qilsak, mana natijani ko'rsanglar bo'ladi. Va kelinglar endi mana shuni CSS dizaynini qilamiz. Birinchi bo'lib CSS ni ulab olamiz. Link style CSS Ctrl bilan bosamiz, chiqib keladi. Birinchi bo'lib table yozamiz. Table width'ni esa 100% beramiz va border collapse degan narsani beramiz va bunga ham collapse qo'yamiz. Undan keyin th.td va bunga border 1 piksel solid qora rang beramiz, black. Va paddingini 10 piksel beramiz. Text align center va endi esa thni o'ziga biz background color qora beramiz. Background black va colorini oq qilamiz. Color white. Ana endi mana shu jadval ancha chiroyli ko'rinadi. Keling mana shuni ko'ramiz. Va mana ko'rib turishingiz mumkin. Boshdagiga qaraganda ancha yaxshiroq va dizayni chiroyliroq bo'ldi. Agar mana endi jadval ancha chiroyli ko'rinadi, shuningdek videoim sizga yoqqan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Keyingi darslarda esa row span, call span, katta professional table'lar hammasini qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.